O'zbegim urf-odati o'zi nima? Boy tariximizmi? Milliy folklor va raqslarimizmi? Hunarmandlarimizmi? Yoki-da to'ylarimizmi? Balki mehmondo'stligimizdir. An'analar toshga aylangan qazilmalar emas, balki yangi hayot va san'at rivojlanishi mumkin bo'lgan tirik ildizlardir. Darhaqiqat, o'zbek xalqining boy an'analari, o'ziga xos turmush tarzi va chuqur e'tiqodlari bizning milliy o'zligimizning ajralmas qismidir. Milliy qadriyatlarimiz bizni birlashtirib, o'zaro hurmat va mehr-oqibat tuyg'ularini mustahkamlaydi. Ular har bir insonning qadr-qimmatini ulug'lashga o'rgatadi. Shuni ta'kidlash joizki, bizning urf-odatlarimiz onalarimizning dilbar allalari orqali qalbimizga singib, avloddan avlodga o'tib, milliy merosimizning bebaho durdonalariga aylanib kelmoqda.